Unga kim sababchi bo'ldi? Onasi va kitoblar. Mana bizda hozir Turkiyada dunyo bo'yicha masalan samolyotlar, dronlar bo'yicha juda katta tanlovlar o'tmoqda. Juda katta mablag'lar ishlash mumkin. Shu kitoblarni olib bering, mana qanday qilib chiroyli qilib samolyotni kleylardan yasash. Turkiyada bir inson ham o'zi yasab yurardi, hozir katta zavodning xo'jayini bo'lib qoldi. Mana uy farzandingizni o'zi bemalol qurishi mumkin. Mototsikl. Mana balki mehnat qanaqa bo'lar. Mana bu kitob menga juda yoqdi, bilasizmi? Mana bu bilishni istayman. Bu doktorlar to'g'risida. Oltin qo'llar degan kino bor. O'shani ko'rsangiz, o'sha yerda ham ayol ota-onasi ayol bo'ladi, uy tozalaydigan. Bir olimning xonadoniga borib qoladi. Qarasa, uyi to'la kitob. Farzandlarga o'sha kundan boshlab faqat 2 soat haftada kino ko'rasalar deydi. Kitob o'qishni boshlashadi. Ana shu bitta o'g'li dunyo bo'yicha eng zo'r neyrojarroh bo'lib yetib chiqadi. Bir bolani miya yarim sharini oladi, siyam egizaklarini ikkalasini tirik holatda ajratadi. Unga kim sababchi bo'ldi? Onasi va kitoblar.